Andijondan Izboskan tumanidan gapiramiz. Andijon Izboskanda joylashgan Farhod akamizning mini fermerlariga oldin kelganmiz, yana qaytadan keldik. YouTube kanalimizga kirib ko'rsanglar, mana shu 1 yil ichida qo'yilgan videosi bor. Shu video bilan hozirgi holatdagi video bitta o'zingizlar uchun solishtirib bersizlar. Quyonchilikda qanchalik baraka bor, quyonchilikda quyon baqa foyda qilsa qanchalik darajada foyda ko'rishini bir qator ko'rib bersizlar. Sizlar bilan birgalikda hozir quyonxonadagi quyon qafaslar u quyon ichidagi qanaqa quyonlar qay darajada o'zgargan, hattoki molga sizlar bilan video qilib beramiz. Chunki asli videoda ham ko'rsatganmiz. 2 tamidi mol? 3 ta. 3 ta edi. Bu safar 4 ta bo'ldi. Nima uchun 4 ta bo'lganligini video davomida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Charchamasdan tinchimsiz? Rahmat. Farhod aka adash bo'ladi. Farhodning orqasidan quvlab yetib olaman deyapti. Xudo xolasa o'tib ham ketadi. Xudo xolasa. Aka, quyonlarni ko'ryapmiz, zotdor quyonlar ko'paytirib yuboribsiz, rang-baranglik qilib yuboribsiz. Oldin kelganimizda faqatgina mana shu zotdagi quyon bor edi, xolos. Bitta ko'rsatib qo'ying. Kalif. Kaliforniya quyoni bo'lgan, faqat asosan Kaliforniya quyoni bilan shug'ullangan oldin. Ko'ryapsizlar, endi bo'lsa bir chekkadan quyonxonani turli xil quyonlar bilan to'ldirilgan birma-bir sizlar bilan ko'rsatib o'rtoqlashamiz. Farhod aka, 1 yilda ichida qay darajada o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqa tajribalar orttirdingiz? Xatolaringiz, kamchiliklaringizni erishilgan yutuqlaringizni shu kuzatuvchilarimiz, obunachilarimizga bir o'rtoqlashsiz aka. Endi yutuqlar endi shu mana kataylar. Quyonlarni mana har xil turlaridan oldindan haqiqatdan kalif bilan panda baqilgan. Ulardan hozir mana bitta panda, bitta kalif qoldi xolos, shu 6 oy oldingi quyonlardan. Qolganlari mana dekorativniy, sifatli quyonlar bo'ldi. Foydasi zo'r, foydasi yaxshi. Mana bolalar yotibdi, hammasi mana 6 ta, 7 tadan bola tuqqan. Bolalar yotgan gnizdodagi quyonlarni ham ko'rsatib bering. Quyonlar qay darajada quyon bir oyda tug'ishligini ham, qay darajada tez ko'payishini obunachilarimizdan bitta ko'rsin. Aka, qafaslarni polni yig'ishtirib yuboribsiz. Asosan reykadan qilingan qafaslar edi. Profildan qilib, 4 etajli qilib, juda chiroyli qilib yasatilibdi. Nechta xona oldin qafas bo'lgan, hozirgi holatda nechta xona va mana shu qafaslar o'ziga necha pul sarf qildingiz? Qafaslarga bu mana 5 ta qafas 12 milliondan oshiqroq pul sarflandi. Yo'q, nechta xona? 48 ta xona. Gap bo'lishi mumkin. 48 ta xona hozircha. Oldingi safar 35 taga yaqin yog'ochdan qilingan har xil alinga kichkina katta qafaslar bor edi. Endi hozir sekin-sekin rivojlanishdamiz, xudo xolasa mana. Siz bayayotgan dalmatinlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Akalar, ko'rishinglar mumkin quyonxonada. Mana profildan ham necha pullaringiz ketgan rahsot? 12 millioncha ketgan. O'zlari yasabdi bular. Qafasni o'zlari yasagan, materiallariga polni 12 million rahsot qilibdi. 12 million $1000 qafaslarga sarf xarajat qilgan. Bu yerda ko'ryapsizlar, karlikoviy quyonlar bor, gollandskiy quyonlardan bor mana. Kaliforniya quyonidan ham ishga vositali baribir hali yo'qolmaydigan narsa-da. Kaliforniya quyonidan mana hozir ham boryapti. Hatto tikka quloq quyonlarimiz bor ekan mana. Rex dalmatiklar ham bor ekan mana, ko'ringlar. Rex dalmatikni o'zimdan olganda. O'zi ko'p quyonlar o'zimdan ham olgan. Xo'sh, belgisi zays ham bor bu yerda. Bu yerda ham bor ekan. Tepada ham bor ekan ularda. Belgisi zays, ha. Shu ruchka qilib qo'yishingiz kerak ekan, bitta kamchilik endi. Shuni hisobga olmabman. Belgisi zays quyonlarimiz mana. Hattoki mana go'sht yo'nalishiga chempionlardan bittasi Burgundiya quyonlarimiz ham ko'rishinglar mumkin. Hamma gnizdoda bolalar yotibdi. Ko'rishinglar mumkin. 48 ta xonadan, xo'sh, bu yerda 7 ta xonada quyon bo'lmasa, 41 ta xonada quyonlar bor ekan. Turli xil har xil zotdagi quyonlar mavjud ekan bu yerda. 41 ta xonadan bir bilmadim, bir 20 ta quyon qafasda ichida bolalar yotgan quyonlar bor. Bundan tashqari mana bunisi joy qilib qo'ygan ekan. Lekin bu joy qilgan ekan. Bu ham bu tug'ibdi mana pastdagi. Tug'di. Bu ham tug'ibdi. Ko'ryapsizlar akalar,
Sizlarga eng minimalka hisobini aytaman, lekin bunaqa puldan sotmayapti, undan baland summadan sotadi. O'zinglar uchun prosta tak 100 ming so'mdan hisoblasanglar ham bolalarini agarda. Nechta quyon bolasi turibdi shu yerda? Bir 50 ta chiqqandan 5 million pul bo'ladi. 5 million pulni kim beradi bizga hozirda? Nima ish qilardingiz aka yana? Novochilik Qaytarib qilamiz. aytib bering. Novochilik qilamiz. Aka biz Bu novochilik qo'shimcha qiladi. daromad. Bu ishga mana misol mana bolalarni hozir 5 million qo'yovsiyu qilib, eng minimalga hisoblagan taqdirimizda bir 10 million yaqin bo'ladi o'zi asli sotganda. Chunki 200 ming, 300 ming, 500 ming ham sotadiganlar bor ichida. Eng minimalga haliga yo'q holatda 100 ming hisoblaganingizda ham 5 million pul. Bu degani o'zini novochiligidan topayotgan daromadidan oshingan holatda mana shu quyonlar yana qo'shimcha oilaga biznes bo'lib qoladi. Bu ishda uydagi ayol qizlarimiz bor, farzandlarimiz bor. O'zlari misol tagini tozalab, quyonlarga donini suvini berib tursa bo'lsa bo'laveradigan sharoit. Sizlarga quyonchilik fishkalarini aytyapman mana sizlarga. Haliga nima desa bo'ladi? Kerak bo'lsa ko'ryapsiz-da, mana ba'zi bir ayol qizlarimiz bor, oilaviy sharoitdan kelib chiqib turib ko'chada mehnat qilib ishlayapti, tirikchilik qilyapti. Oyiga 2 million, 3 million pul ko'chada ishlab, mehnat kimdir qo'lda ishlab pul topyapti. Lekin xuddi shu pulda undan ham ziyoda qilib turib, o'zingizlar uyda oilaviy biznes sifatida qo'shimcha daromad qilib turib, shu ayollarga bitta sharoit qilib bersanglar, o'zidan chiqadigan foydagarchiligini o'ziga qilib berib tursanglar ham ishqibozchiligi yana ham oshadida, e'tiborni yana ham kuchaytirib, kattaroq joy qilishga harakat qiladi. Endi videomiz boshida aytganimizdek, sizlar bilan novvoslarni ko'ramiz. Parodali bunisi. Keling ko'rsating aka. Yuringlar. U paytda qora qirg'iz buqalar edi. Hozir Spichkani yaqasimi yo'q? Semental bular. Bular 4 oy burun Bir jonivor. 23 milliondan olingan har biri. 4 oy oldin. 4 oy oldin. Hozir ancha katta bo'lib qoldi, unda jicha bo'zaklar edi. Oldin kelgan videomizda 3 ta qora mol bor edi. Asha videoda aytganmiz, quyonni bollarini sotib, bularga yem olib qo'yaman degan Farhod aka. Shuni batafsil hozir qanaqa qilib baqilyapti, shuni ham aytib bering. Hozir bularda asha yemlanmayapti. Hali yosh bular, 8 oy, 9 oylik. Endi yemlanadi qishga borib. Bular hozir primyerni shu 30 da tevasi bo'lsa kerak. Hozir molda narxi ham oshib ketdi-yu, qimmatlab ketdi-yu. 30-32 atrofida bo'lsa kerak. Aka, haligini o'tgan safarga aytganingizni to'liq ma'lumotlar qilib bersangiz, hozir bu yerda kuzatuvchilarga ham qiziq. 3 ta molni qanaqa holatda baqib, nech pulga sotib, qanaqa nech pulga buni oldingiz? 3 ta molni rasxodlari bilan 65 million bo'lgan. Sotganingiz. Sotgunimcha 65 million rasxod qilganman, 93 millionga sotganman. 3 ta molni. 93 millionga sotib, bular 92 millionga olganman 23 milliondan. Ko'ralasizmi? Parodasi nima dedingiz? Semental bular. Sementalni bilasizlar, juda ham bahaybat, gigant degan mollardan ular. Xuddiki quyonchilikdagi Flandr zotiga o'xshaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana uni. Tip formasi bo'ldi. Juda go'zal. Akalar, quyonni bollarni sotib, shu 3 ta buqani yemlayman degandi. Yemlab, ashinga yediraman degan. Undan tashqari o'zi novvoy bo'lganligi uchun qotgan nonlar ham berib turaman qo'shimcha degandi. Endi mana ashi yemini cho'ntagidan rasxod qilmasdan quyondan chiqqan foydasiga molga yedirib turib, bu 93 millionga sotib, o'rniga 4 ta mana sementaldan olib tashlab qo'yibdi. Hozir buni yemlamasdan asosan silos bilan nima beryapman? Kepak, kunjara aralashtirib yengilroq. Endi yemga o'tganda xudo xolasa quyonlar mana hali startda turibdi. Paqqalat sotiladi-da, uni puliga yem bosiladi. Yem bosiladi, mana. Aka, kuzatib turgan obunachilarimizga haliga ko'pirtirib yoki haligindaqa balandtaroz gap kerak emas. Realniy bo'layotgan holat. Quyonchilikda qanaqa patera, qanaqa zararlar ko'rdingiz, qanaqa yutuqlarga erishdingiz? O'sha olib qaraganda foyda zarar mana shu 1 yil ichida qilgan daromadingizni bir o'zingiz sharoitingizdan kelib chiqib shu qisqacha gapirib bersangiz. Hozir endi shu bolalarini sotyapmiz. Oyiga shu 2-3 million foyda bor quyondan. Rasxodingizdan tashqari, yemlaringizdan tashqari shu 2 million, 3 million atrofida foyda bor. Oldingidan ko'ra yaxshi. Oldin ozroq edi, endi hozir ko'proq.
Endi oldin bir xil zot boqqan. Ha, bir xil zot Hozir 10 oldin, xilga ha. yaqin zot bor-da Shuning sizda uchun hozir. har xil zot qilib bolalarini sotsangiz 100 mingdan sotganingizda ham misol ancha foyda qoladi-da. Ha. Foyda yaxshi. Bu yonda baqinglar. Bu yonda foyda, baraka ko'p ekan. Akalar, xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosasizlar. Bilasizlar, boramiz, ko'ramiz, realniy boricha olinadi. Hali gupirtirib, baland parvozda gaplar gapirib, "Moq quyon bolasini manchaga sotasizlar" demaymizda. Boricha bozor ko'targancha video qilib beramiz. Sizlar kadrda yoshlar bo'lyapti, e'tibor qilmaymiz. Xullas, bittadan like bosib tashlab jo'natib qo'yasizlar. Gold Scroll kanalimiz ham bor, Telegram kanalimiz ham, Instagram profilimiz ham bor. Ularga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, chiroyli videolar qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'linglar.